Assalomu alaykum. Montessorichidan podkastini ikkinchi soniga xush kelibsiz. Biz bu podkastda har yakshanba sizlar bilan Montessori haqida gaplashamiz. Podkastimiz formati har doimgidek birinchi bo'lib Montessorining bitta mavzusini ochib beraman. Keyin sizlardan kelgan savollarga javob beraman. Montessori yangiliklari haqida gaplashamiz va sherigim Nurulloh blitz savollarini tayyorlab qo'ygan. U savollarga tez va aniq javob berishga harakat qilaman. Savollar Montessori haqida bo'ladi. Qani boshladik unda. Bugun sizlar bilan intizom va itoat haqida gaplashamiz. Juda ko'p savollar tushadi. Biz gaplashamiz, ota-onalarimiz bilan gaplashamiz. Umuman boshqa Montessoriga aloqasi bo'lmagan odamlar ko'p berishadi. Montessori bolalar juda sho'x, ular aytganini qilmaydigan yoki ular juda erkin yoki umuman birinchi bolasini bermoqchi bo'ladigan bola ota-ona aytadi, aytganimni qilmay qo'ysa-chi, bunaqa darajada erkinlikni bera olmayman yoki xuddi shuni teskarisi. Bu yerda bola juda soldatga o'xshab erkin bo'lmasdan qiynalib qolmaydimi degan gaplar bo'ladi. Va bugun aynan o'sha mavzuni ochamiz va sizlar shu savollarga javob topasizlar degan umiddaman. Mariya Montessori intizom deganda umumiy jamiyat qabul qilgan qoidalarga mos harakat qilishni, bu o'zingizni misol uchun davlatingizdagi konstitutsiyaga, kodekslar, qonun hujjatlariga mos harakat qilishingizni intizom deb atagan. Va intizomni o'zi shu bo'lsa, biz ko'rishimiz mumkin, bolalarda qanaqa intizomlar bor. Bolalarda ikki xil intizom bo'ladi. Tashqi intizom va ichki intizom. Va ichki intizom Mariya Montessorining fikricha haqiqiy intizom hisoblanadi. Bunga keyinroq to'xtaymiz. Birinchi navbatda tashqi intizomni yaxshilab ochib bermoqchiman. Tashqi intizom ko'pchilik odamlarning fikricha yagona intizom turi hisoblanadi. Bu holatda bola hamma aytganingizni qiladi, bola yur desangiz yuradi, tur desangiz turadi, qoidalarga rioya qilib ularni buzmaydi. Bu intizomda o'zi asli. Lekin aynan tashqisimi deganda ba'zi shartlari bor. Tashqi intizom bo'lishi uchun siz doim bolani nazorat qilib turishingiz kerak va jazo qo'llashingiz kerak, baho berishingiz kerak va mukofot berib turishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bizning madaniyatimizda insonlarga salom berish, rahmat etish bu qo'llab-quvvatlanadigan, tavsiya qilinadigan qonun qoidamiz hisoblanadi. Bizda nima qilamiz? Salom bermaysanmi deb nazorat qilamiz yoki salom bersa konfet beraman yoki rahmat desa mana shu narsani beraman deb mukofot beramiz yoki qanday aqlsiz qiz ekan, esi yo'q qiz ekan bu, umuman salom bermayapti deb baho beramiz va shuna qilib tashqi intizom orqali bolani bizning qoidalarga rioya qilishini talab qilib o'shanga intilamiz. Qanday qilib buni tabiiy ravishda Montessoricha yo'l bilan to'g'rilash mumkinligi haqida yana keyinroq gaplashamiz. Xo'p, bola qiladi. Ya'ni bola salom ham beradi, rahmat ham aytadi. Bola qoidalarga rioya qiladi. Lekin bu tashqi motivatsiya bilan bo'ladi. Bu odatlarni shakllantiradi, to'g'ri odatlarni shakllantiradi, zo'r ishlaydi. Lekin bola xohlagani uchun emas, balki siz tomoningizdan nazorat bo'lgani uchun qiladi. Nima degani bu? Bu agar sizda bo'lgan bo'lsa, yoningizda turganingizda bola hamma aytganingizni qiladi, hamma qoidalarni qiladi, chiqib ketdingiz, bo'ldi. Dunyo ostin-ustun ketadi. Yoki bola siz avtoritetingiz yo'qroq bo'lgan paytda yoki o'zini boshqacharoq tutishi mumkin bo'lgan har qanaqa holatdan foydalanib ko'radi. Mehmon kelib qolsa, bobosi buvisi ko'p kelib qolsa, intizomni buzib ko'radi. Chunki boladagi intizom o'sha paytda tashqi intizom bo'ladi. Hali ichki intizomga yetib bormagan bo'ladi yoki umuman harakat ham qilinmagan bo'ladi kattalar tomonidan. Mana shu tashqi intizom, Keyin ichki intizom bor. Ichki intizomga o'tishdan oldin men sizlarga ozgina itoat haqida gapirib bermoqchi edim. Chunki itoatning ham darajalari bor va eng oxirgi darajasi bizda ichki intizom bilan chambarchas bog'liq. O'zi itoat degani quloq solish, aytganini qilish degan ma'noda yuradi. Intizom bu qoidalarga nisbatan bo'lsa,
itoat qilish o'sha buyruqlarga yoki instruksiyalarga nisbatan ham bo'ladi. Birinchi darajada itoatda bola o'zini xohishlari sizni aytgan so'ragan iltimosingizga misol uchun mos kelsa keyin qiladi. Ko'pincha 3 yoshlilar, 3,5 yoshli bolalarda ko'rsangiz, ularda impuls boshqaradida. Yugurmoqchimi? Ketdik yuguramiz desangiz, keyin yuguradi. Lekin yugurmoqchi, sakrab turibdi joyda, sakrama desangiz to'xtamaydi. Chunki uni impuls boshqarib turibdi. Uni shunga bo'lgan ehtiyoji bor, sakrashga bo'lgan, shuni tanasi, miyasi xohlab turibdi. Siz tabiatga qarshi chiqayotgan bo'lasiz, agar sakrama desangiz. Bu paytda u bola aytganingizni qilmaydi. Aytganingizni qilishga qodir, lekin iroda hali shakllanmagani uchun aytganingizni qila olmaydi. Ikkinchi itoatni bosqichida bola o'sha aytganingizni qilishni boshlaydi va aytganingizni siz aytganingiz uchun qiladi. Bu paytda irodani qaysidir uchqunlari bor. Bolada iroda sekin shakllanishni boshlaydi. Agar 3,5-4 yoshdan boshlab siz shunisidan ko'rayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi degani. Bu aynan o'sha tashqi intizom davriga to'g'ri keladi. Bola katta odamdan irodani oladi va to'g'ri bo'lgan ishni qiladi. Misol uchun, agar ovqatlarni bo'lib ish-tovonni yuvib qo'yish kerak bo'lsa, o'sha joyda nazorat qiladigan odam bo'lsa, katta odam bo'lsa, u borib yig'ishtirib qo'yadi. Oldin xohlasa edi. Hozir xohlamasa ham, lekin umumiy qabul qilingan qoida borligi uchun va uni nazorat qilib turgan katta odam borligi uchun u borib qiladi. Ko'pchilik insonlar mana shu daraja oxirgi darajada hisoblaydi. Lekin aslida unaqa emas. Aslida itoatni 3-darajasi bor. Bu Maria Montessori buni joyful obedience yoki o'zbekchasiga zavqli itoat deb nomlagan. Bola xohlab turib qiladi. O'sha idish-tovoq yuvish kerakligini u shunchaki birov aytgani uchun emas yoki o'qituvchi turgani uchun emas, balki shu to'g'ri bo'lgani uchun bajaradi. U itoatni turi aynan ichki intizomga bog'liq va ichki intizomning ko'rinishi bo'ladi. O'qituvchi bu yoqda bo'lmasa ham, bolada iroda yaxshi shakllangani uchun u to'g'ri bo'lgan ishni qiladi. Bunga minglab misollar bor, lekin hozir sizlarga bitta zo'r misol keltiraman. Maria Montessori hech qachon intizomga qarab harakat qilmagan. Lekin bola uchun mos muhit yaratilgani va uni tushunadigan, uni his-tuyg'ularini anglab yetgan katta odam bilan ishlagani uchun bolalar intizomga yaxshiroq erishadi deb o'ylayman. Maria Montessori birinchi ochgan Casa dei Bambinida, ya'ni 3-6 sinfida, Italiyada, San Lorenzoda juda katta dunyoga mashhur bo'lib ketgan natijalar ko'ringan. Bu akademik jihatdan, bu intizom jihatdan, bu bolalarning emotsional holati bo'yicha va nimaga olam shumul desa, bolalarning asosiy qismi eng quyi ijtimoiy tabaqalardan chiqqan bolalar bo'lgan. Va kunlarning birida Argentina elchisi bu narsani o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ladi va aytmasdan kelishga harakat qiladi. Italiyaning premyer bosh vazirining qizi bilan birgalikda Casa dei Bambiniga kelishadi. Qarangki, aslida u kun payshanba bo'ladi va bu kuni bog'chalar Italiyada ishlamaydigan kun bo'ladi va buni ular hisobga olmagan bo'ladi, esidan chiqib qolgan bo'ladimi? Shundoq kelishgan bo'ladi. Qarasa, eshiklar yopiq, Casa dei Bambinida hech kim yo'q. Va shu paytda bitta qizcha ularning oldiga keladi. Sizlar nima xohlayapsizlar? Nima kerak edi sizlarga degan ma'noda gaplashishadi. Tasavvur qiling, u qizni ota-onasi hech qachon yuqori mansabli odamlar bilan gaplashishni o'rgatmagan. Nima qilishni, begonalar bilan gaplashish xavfli bo'lgan joyda yashashgan bo'lgan bolalar bilan qo'rqmasdan jasurlik bilan gaplashadi va ular tushuntirib beradi o'zlarining maqsadini va endi ketmoqchiliklarini aytadi. Qizcha hech qanaqa xavotir olmanglar, men kalitlarning qayerda turishini bilaman dedi-da, borib kalitlarni olib, chunki o'sha Casa dei Bambinida ishlaydigan bolalar o'sha binoning o'zida yashaydigan bolalar bo'ladi. Men hozir o'rtoqlarimni chaqirib kelaman deydi. O'rtoqlarini chaqirib keladi, kalit bilan eshikni ochadi. Ichkarida hamma narsa yopiq javonlarda bo'lgan bo'ladi o'sha paytlarda. Undan ochadi. Bolalar bilan
ishlab ko'rsatadi. O'qituvchi yo'q, Mariya Montessori yo'q. Juda ko'p bolalar birga kirib, ishlab hamma narsani joyiga qo'yib, keyin chiqib ketishadi. Bu voqea haqiqatda bolalarda ichki intizom shakllanganini ko'rsatadi. Ular o'zini o'qituvchisi bo'lmasa ham, qoidalarni biladigan odam bo'lmasa ham, qoidalarga mos harakat qilishgan bo'ladi. Yana bitta voqea bo'lgan. Bu voqea San-Fransiskoda bo'lgan. Unda Mariya Montessorining o'zining sinfi bo'lmagan. Ya'ni bu endi o'quvchilarning sinfi. U yerda oynali sinfxona bo'ladi. Kunlarning birida kalit qorovul uyda qolib ketadi va o'qituvchi bolalarga qarab, "Bugun bo'lmasam darsimiz yo'q, uyga ketaveramiz" degan gapni aytadi. Bolalar bo'lsa, "Yo'q, siz bizga kerak emassiz. Biz oynadan oshib kiramiz. Xohlasangiz, mana bu oynaning tashqarisida o'tirib turavering, ko'rib bizni. Biz oxirida qaytib chiqamiz" deydi. Bolalar bitta oynadan oshadi, derazadan. Keyin tashqarida o'qituvchi qolib ketgan, ichkarida bolalar ishlaydi va qaytib chiqishadi. Bu ham haqiqatda ichki intizomni ko'rsatadi. Bolalar shunaqa darajalarga yetishishi mumkinki, siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham to'g'ri qabul qilingan xulq-atvorni tanlaydi. Qoidalarga bo'ysunishni tanlaydi. Chunki bu qoidalar nima uchunligini bolalar bilishadi. Men yoshligimda esimda bor, qanaqadir to'g'ri yoki noto'g'ri ishni bizga o'rgatishayotgan paytda mana bu yaxshi bo'ladi, bu yomon bo'ladi deb o'rgatishgan. Nimaga yomon bo'ladi desam, yomon bo'ladi deb haligi sababini oxirigacha tushuntirishmagan. Mariya Montessori shu sababini oxirigacha tushuntirishni taklif qiladi. Bolalar haqiqatda bilish kerak qoidalarni nima uchunligini. Nima uchun biz bir-birimizni hurmat qilamiz? Nima uchun biz o'zimizga zarar keltirmaymiz? Nima uchun biz bir paytda o'zida bitta ish qilamiz? Bularni tushuntirganingizda bola anglab keyin bajaradi. Mana bu haqiqiy intizom bo'ladi. Endi bundoq olib qarasa, katta odamlarda ham aynan shu itoatning 3 ta darajasi, haqiqiy va intizom, ya'ni ichki intizom va tashqi intizom bor. O'ylab ko'ring, o'zingiz. Sizda qanaqa intizom? Ichki intizommi, tashqi intizommi? Siz mashinada ketayotib, kamera borligi uchun qoidalarga bo'ysunasizmi yoki shu xavfsiz yo'l bo'lgani uchun qoidalarga bo'ysunasiz? Ishga vaqtida borayotganingizda bu to'g'riligi uchun vaqtida borasizmi yoki bu mas'uliyatdanligi uchun yoki mijozlaringiz yoki sheriklaringiz bundan zarar ko'rib qolishi mumkinligi uchun ham vaqtida borasizmi yoki xo'jayingiz jarima tortishi mumkinligi yoki boshqalarning oldida obro'yingiz tushirishi mumkinligi, hayfsan berishi, oyligingizdan kesilib qolishi, qanaqadir jazo borligi uchun qilasizmi? Birorta yaxshi ish bo'lsa, misol uchun, uni boshqalar ko'rsin, mendan faxrlanishsin deb qilasizmi yoki bu to'g'ri bo'lgani uchun qilasizmi? Mana bu sizga savol. Katta odam sifatida siz o'zingizda ichki intizom bormi, tashqi intizom bormi? Meni fikrimcha, bizni ajdodlarimiz orasida juda ko'p o'sha haqiqiy intizomga, haqiqiy itoatga yetishgan insonlar bo'lgan. Bu misol uchun buyuk allomalar bo'lsin, Al-Xorazmiymi, Al-Beruniymi, Imom Buxoriymi, Imom Maturidiymi, ular yozgan kitoblari, qilgan kashfiyotlarini kimnidir maqtash uchun yoki qanaqadir mukofot olish uchun, hozir rosa modada xodimlarga KPI qo'yib, KPI uchun qilganmi? Yoki insoniyat shundan foyda olsin deb qilganmi? Misol uchun Abu Ali ibn Sino o'sha shuncha ish, shuncha izlanishni nima uchun qilgan? Mashhurlikmi, pulmi maqsad yoki boshqa narsami? Bu haqida o'ylab ko'rishinglarni so'rardim. Albatta men kutamanki, bizni mana shu podkast ko'rayotganlar mulohaza qiluvchilardan, tafakkur qiluvchilardan. Xo'p, bu mavzu shu joyda tugadi. Agar mabodo savolinglar bo'lsa, kommentda qoldirishinglar mumkin. Men hammasiga javob berishga harakat qilaman. Meni qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun rahmat deyman. Agar haligacha kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar va sizlar yozgan har bitta izoh bu podkastlarni ko'proq ko'rilishiga va boshqa odamlar ham bundan foyda olishiga yordam beradi. Boshqalar bilan ulashsanglar, o'rtog'inglar, dugonanglar bilan
yoki birorta jamoa bilan ko'proq odamga yetib borishimiz bizni xursand qiladi. Xo'p, Montessori yangiliklardan eng kattasi. Biz 2026-yildagi eng katta Montessori tadbirini uyushtirmoqchi bo'lyapmiz. Bu 3-oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan bo'lyapti. Va biz 3 ta katta xalqaro trenerlarni chaqiryapmiz. Bularni birinchisi Elena Raltasova, meni o'zim trenerim. Ikkinchisi Lyubov Lepkina, 03 Amit trener va treningdagi trener Ulyana Mayorova bo'ladilar. Bundan tashqari O'zbekistonlik spikerlar ham bo'ladi va Qozog'istondan 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan ishlovchi mutaxassis Regina Karibayeva, 6-12 mutaxassisi Yekaterina, familiyalari esimdan chiqib qoldi. Ular 12-18 dan yana bitta spiker keladilar va juda katta konferensiya bo'lishini kutyapmiz, xudo xolasa, va hammanglarni taklif qilaman. Hozircha eng katta yangiligimiz shu va bu tadbir haqidagi detallarni ochilganicha sekin-sekin aytib boraman. Bundan tashqari bizni professional kursga qabul boshlanyapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va u yoqdagi adminlar javob berishadi, yordam berishadi. Endi eng qiziq joyi sizlardan kelgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Savollarni sherigim Nurulloh o'qiydilar. Boshlasangiz mumkin. Xo'p, birinchi savol. Assalomu alaykum ustoz. Sumanbar Hajjakulova. Bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlar edim. Hozir dekretda 1,5 yosh bolam bilan bandman. Ishga chiqsam bolamni o'zim bilan olib boraman. Hozirda qo'ldan kelgancha Montessori go'dak kitobini o'qib, unga amal qilib kelyapman. Ishga chiqsam, tabiiyki bolamga e'tiborim kamayishi mumkin. Nima qilishni maslahat berasiz yoki hali ishga chiqishga ertami? Va alaykum assalom. Men 0 yoshdan 3 yoshgacha bolalar bilan ishlamaganman va bu yoshda mutaxassis emasman. Sizga hozir yozuv bo'layotgan paytda yozib qo'yishadi. Adminlar yakshanba kuni bizda Ulyana Mayorova bilan savol-javob sessiyasi bo'ladi. Shunga qatnashing va o'sha yerda siz o'zingiz savollaringizni javob olishingiz mumkin va mana shu savoldan boshlashimiz ham mumkin agar xohlasangiz. Xo'p, keyingi savolga o'taylik unda. Xo'p, ikkinchi savol. Assalomu alaykum. Shu savolim javobsiz qolmasin iltimos. Nima uchun an'anaviy ta'limda ishlagan mutaxassislarni ishga qabul qilmaysizlar? Va alaykum assalom. An'anaviy ta'limda ishlagan mutaxassisni namunaga olmayotganimizni sababi hozirgi kunda Montessori juda ommalashmagan va biz asosni, jamoani sekin-sekinlik bilan o'zimiz quryapmiz. Hozirda bu jamoaga imkon boricha ta'limda tajribasi bo'lmagan odamlarni ishga olyapmiz. Bu sabab an'anaviy ta'lim bilan, agar mana shu savol berayotgan bo'lsangiz, siz o'zingiz an'anaviy ta'limda bo'lsangiz kerak yoki shuni ichidan bilasiz. Montessoridan to'lig'igacha farq qiladigan pedagogik texnologiyalar bor. Pedagogik texnologiyalar bu biror bir ma'lumotni, ko'nikmani bolaga o'rgatish uchun qilinadigan ishlar, uslubiyat hisoblanadi. Bularning orasida musobaqa qildirish, bir-biriga qarshi aytib, misol uchun o'rgatish, mukofot berish yoki qanaqadir jazo turini qo'llash yoki baholar, baho tizimi bor hali ham. Hech kim buni inkor qila olmaydi, atmen qilinmagan. Bular bor va 3 yildan oshiq ishlagan odam olmasligimiz sababi bu 3 yil ichida inson bularni o'zi foydalanib ko'raveradi. Ko'p qiladi. Maqtaydi, voy zo'rsiz, zo'r chiqibdi, bunday ekan, bunday ekan yoki baho beradi. Bu narsalar zo'r ishlaydigan texnikalar hisoblanadi. Ya'ni bular ishlaydi. Bular bilan bolani odatlarini o'zgartirsa bo'ladi. Bolani o'qishini o'zgartirsa bo'ladi. Lekin ishlaydigan hamma narsa ham to'g'ri emas deb hisoblayman. Bolani urib aytganingizni qildirsangiz bo'ladi. Bu imkoni bor va zo'r ishlaydigan narsa. Lekin bu to'g'ri emas. Xuddi shunaqa bizni pozitsiyamiz baholarga nisbatan, jazolarga nisbatan, mukofotlarga nisbatan xuddi shunday. Va bu narsalar
3 yildan ko'p ishlagan pedagogni ishlash uslubiga singib ketib qoladi. O'zi bilmagan holda bularni ishlatib qo'yadi va tayyor, misol uchun nima deydi? Chiroyli bitta ko'za deylik, kulol o'sha ko'zani yasashdan oldin u aniq biladi nima qilinganini. Yasalgan, pishgan, olovda bo'lgan narsani boshqatdan sindirib, boshqatdan loy qilib, boshqatdan boshqa ko'za qilish kerak bo'lib qoladi. Agar annaviydan odam olsa, agar umuman tajribasiz odam bo'lsa, uni u loy holatida bo'ladi. Biz o'zimiz xohlagan shaklga keltira olamiz. Va shu sindirish protsessi, ya'ni ko'za holatda turgan holatda sindirish protsessi transformatsiya o'zi aslida. Ya'ni bitta holatdan boshqa holatga o'tish. Uning uchun odam ko'p narsadan voz kechib, ko'p narsani qurbonlik qilib, o'rganishga, o'qishga, o'zini o'zgartirishga tayyor bo'lish kerak. Va zo'r o'qituvchilar bor. Montessoridan chiqqan, Annaviydan chiqqan, Montessorida ishlayib turgan. Men Latviyada ko'rdim. Alyona Losson degan odam, ayol rus tili o'qituvchisi bo'lgan, undan keyin Montessoriga o'zgartirgan ish faoliyatini, lekin yaxshi chiqqan. Lekin u ichidan doim mana shu narsa noto'g'riligini bilganda va o'zini sindirib o'sha narsa haniga oldin qilgan ishlarini to'g'rilab chiqqan. Xuddi shunday men ham umuman olganda pedagogikada 5 yil ishlab, undan keyin Montessoriga o'tganman. Lekin men o'qituvchilik kasbini, o'qituvchilik ishini yomon ko'rib, annaviy tizimni yomon ko'rib, qochib magistrga kirgan paytimda Montessorini topganman-da. Ya'ni menga o'zi yoqmagan bo'lgan. Men ko'zani sindirgan odamman men. U narsa juda og'ir va juda uzoq vaqt oladi. Men o'sha narsani to'liqligicha o'zgarishimga 5 yil ketdi. 5 yillik narsani yana 5 yil ishlatdim-da. Endi xuddi shunaqa narsaga tayyor bo'ladimi, yo'qmi degan savol, bu keyingi savol bo'ladi-da. Shuning uchun ham biz hozir saralayotganda loydan boshlayapmiz. Keyingi savolga o'taylik. 3-savol. Assalomu alaykum. Qizim 6 yosh, homeschool qilamiz. Ko'chada bolalar bilan o'ynasa, uncha qo'shilib keta olmaydi. Tortinchoq, og'ir bosiq, aqlli qiz. Keyin men bilan o'ynamayapti hech kim deb xafa bo'lib keladi. O'ziga ishonchi tushib ketishdan qo'rqaman. O'zing borib harakat qil, gapirsang gaplashadi deyman. Ishlamaydi ko'pincha. Va alaykum assalom. Qaranglar. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrda, endi 6 yoshdan keyin ham ozgina bo'ladi bu davr. Ijtimoiy xulq-atvorga bo'lgan sensitiv davr bor. Bu nima degani desa, bu paytda bola taxminan 2,5 yoshlardan boshlanadi. Bola boshqalar bilan qanaqa qilib gaplashish kerak, qanaqa salomlashish kerak, ular bilan qanaqa o'ynash kerak, qanaqa qilib o'yinga taklif qilish kerak, qanaqa rad qilish kerak, aldasa nima bo'ladi, boshqa har xil xulq-atvorni, har xil modellarni ko'rib chiqadi. Va bu jamiyat nimani qabul qilishini o'rganib oladi. Homeschoolingda aynan shu narsa yo'qotiladi. Nima o'zi Montessorida muhiti nima beradi desa, eng katta beradigan narsa shu sotsial ko'nikmalar bo'ladi. Bola kim bilan qanaqa muomala qilishni biladi. Chunki 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan har xil yoshli bolalar, har xil jinsdagi bolalar bo'ladi va bu degani bola kimga qanaqa gapirish kerak, ya'ni o'zidan kattaga qanaqa gapirish kerak, 4 yosh bo'lsa, o'zidan kichkinaga qanaqa gapirish kerak, buni yoki o'z teng bilan qanaqa gaplashish kerak, buni yaxshi o'rganib oladi. Va mening maslahatim rostdan ham, agar imkon bo'lsa bog'chaga berish kerak. Kerakli ko'nikmalarni o'sha yerda oladi. Endi haqiqatda o'yingohda bo'lyapti menimcha bu narsa. Bu yerda qanaqa qilishni yo'li menimcha alohida, mana siz 6 yoshli boshqa tengdosh qarindoshi bo'lsa, misol uchun, yoki siz biladigan dugonangizni qizi, o'g'li bo'lsa, o'sha bilan o'ynashdan boshlab, kichkinaroq halqadan boshlab kurukdan, keyin kattalashtirsangiz osonroq bo'lsa kerak. Ya'ni hech bo'lmasam 2-3 ta do'st orttirish kerak. Boshqalar bilan qanaqa gaplashishni o'rganish uchun. Chunki bola hech qachon katta odam bilan gaplashib, ijtimoiy ko'nikmalarga ega bo'la olmaydi. Biz sinfxonada modellashtirib beramiz. Qanaqa gaplashish kerak, nima qilish kerak, lutf xushmuomala darslari bor. Bular orqali bola salomlashishdan tortib,
tashakkur deyishdan tortib, qanaqa yurishgacha, qanaqa qilib rad etishgacha, rad etishni qanaqa qilib qabul qilishgacha o'rgatishadi. O'rganamiz bolalar bilan va bu imkon boricha yuksakroq til ishlatishga harakat qilamiz. Misol uchun, shunchaki rahmat emas, birinchi rahmat o'rgatiladi, undan keyin minnatdorman, tashakkur degan shakllar ham o'rgatiladi. Bolalarga imkon qadar jamiyatda eng yuqori tilini ko'rsatib beramiz. Chunki yaxshi narsani o'rganish qiyinroq, yomonroq so'zlarni o'rganish osonroq hisoblanadi. Endi siz ham kichkina guruhdan boshlasangiz, hech bo'lmasa 2-3 ta o'rtoqlar topsa bola, ham 2-3 ta bo'lganda boshqa bolalarda ham ehtiyoj paydo bo'ladi qizingiz bilan gaplashishga va majburan iloji yo'q gaplashishga to'g'ri keladi. Endi men tasavvurimda bu o'yingohda bo'layotgan holat bo'lsa, qizingiz kelganda u gaplashmoqchi bo'lgan odam boshqalar bilan o'ynay turgan bo'ladi. Ya'ni imkon bor-da. O'shaning uchun kichkinaroq nima qilish kerak? Do'stlar orttirish kerak yoki bog'cha. Bu imkon qadar, endi men annaviy bog'chalarni hech qachon tavsiya bermaganman. Montessori bo'lgani yaxshi. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Xo'p, Soliha Bintu Najmiddindan kelgan savol. Assalomu alaykum. 2,5 yosh o'g'lim ba'zan yurgisi kelmay injiqlik qilib, meni ko'taring deydi. Ayniqsa har kuni 4-qavatga ko'tarib chiqishga majbur bo'laman. Ba'zan to'g'ri tushuntirsam, o'yin orqali chiqamiz. Ammo ko'p vaqtim, energiya va asabim hisobiga. Uzoqroq yo'lga esa kolyaska. Nazarimda o'g'lim kuchi yetadi yurishga, ammo erinchoqlik qilyapti. Qanday yo'l tutsam bo'ladi? Va alaykum assalom. Izoh uchun men bu bolani taniyman. Bu bola bizni namunaga keladigan bola va men u bolani kuzatganman. Ha, ozgina erinchoqlik bo'lishi mumkin edi, lekin men o'zimning javobimni aytmoqchiman. Maria Montessori kolyaskalarni unchalik ham qo'llab-quvvatlamagan. Nimaga desa, bu orqali biz harakatni cheklaymiz. Harakat cheklangani bu rivojlanishni cheklash degani hisoblanadi. Chunki bu yoshda 6 yoshgacha bo'lgan davrda, 3 yoshgacha ayniqsa, bola harakat orqali o'rganadi, harakat orqali rivojlanadi. Harakat bo'lmasa, rivojlanish pasayadi. Va shuning uchun ham kolyaskani imkon qadar ishlatmaslikka harakat qilish kerak. Endi tepaga chiqish bo'yicha, 4-etajga chiqish bo'yicha farzandingiz mana bizda u uxlash xonasiga chiqadi, 2-etajga. Umuman muammosiz. Bir kunda 2 marta tepaga chiqib tushish kerak bo'ladi bu. Agar zarur bo'lib qolsa, undan ko'p marta ham chiqishga tayyor bo'ladi. Endi men haqiqatda holatni bilmayman. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti? Men nima qilgan bo'lardim siz o'rningizda bo'lganimda? Men aytardim, tushuntirardim. Meni kuchim yo'q. Siz og'irlashib qoldingiz. Siz og'irroqsiz, endi kattaroqsiz, kuchliroqsiz. Men ko'tarishga qiynalyapman. Xohlasangiz birga qo'lingizdan ushlab chiqaman. Xohlasangiz o'zingiz chiqishingiz mumkin. Lekin men endi ko'tarib chiqara olmayman. Bola yig'laydi, bola injiqlik qiladi, yoqmaydi. Siz asablaringiz bor. Lekin kunning oxirida bu bola uchun foydali bo'lib tugaydi. Chunki bola hali 2,5 yosh, hali vestibulyar sistema to'liqligicha rivojlanmagan. Zinadan chiqib tushish o'sha narsani zo'r rivojlantirib beradi. Bu joy nimada fazoviy orientatsiyaga mo'ljal olishga yordam beradi. Agar bilsangiz, uzoq yo'lda mashinada yurgan odamlar mazasi qochib qolishi mumkin. Misol uchun, o'sha narsa vestibulyar sistemani yetarlicha rivojlanmaganidan bo'lishi ehtimoli bor. Va agar 3 yoshgacha o'sha vestibulyar sistemani yaxshi rivojlantirsangiz, bola yaxshiroq orientatsiya qiladi. Mashinada yurishida qo'ynaylishi shunaqa bo'lmasligini kelajakdagi shunaqa bo'lmasligini oldini olgan bo'lasiz. Ya'ni zinada yursa juda foydali. Zinada chiqsa o'zi. Va shuning uchun ham ozgina sabrliroq bo'lishingiz kerak. Birinchi bilmayman, 3 marta, 4 marta unga yoqmaydi, u yig'laydi. Siz oldinroq chiqishga, tushishmi, zinadan tushish bo'lsa, misol uchun yarim soat oldin kelishishga, shu sabr bilan yig'lasa ham mayli deb kutishga tayyor bo'lib, o'zingizni nastroyitsa qilib, tayyorlanib chiqishingiz kerak bo'ladi va undan keyin o'sha yig'i bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, injiqlik bo'ladimi, shundan keyin pastga
o'zi tushishiga yoki qo'li bilan ushlab birga tushishingizga tanlov berishingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta asosiy omil sabrdan tashqari davomiylik hisoblanadi. Hech qachon bir marta shunaqa taklif berdingizmi, shunaqa deb tushuntirdingizmi, keyin qaytishga yo'l yo'q. Qaytsangiz yana sinaveradi. Tartib buzilib ketib qoladi. Siz yangi tartib o'rnatmoqchisiz. Ya'ni bolani og'irroq bo'ldi, bola kuchliroq bo'ldi. Endi o'zingiz qo'lingizdan keladi 4-etajga chiqish. Va rostdan ham sizning farzandingiz qo'lidan keladi. Men bunga ishonaman. Siz ham bolangizga aytsangiz bo'ladi. Men sizga ishonaman. Ustozingiz ham ishonar ekan. Bemalol chiqishingiz mumkin. Men sizni kutaman, o'rtada dam olinglar. Sekin-sekin chiqsa bo'ladi bemalol va tanlov bersangiz, ya'ni siz qo'lini ushlab chiqishingiz yoki o'zi to'liqligicha o'zi chiqishi, o'shanda bola qaror qabul qiladi va qaror qabul qilish degani mas'uliyatini olish degani va bola bu orqali mana shu orqali chiqishi mumkin deb o'ylayman. Kolyaska bo'yicha haqiqatda 3 kilometrdan uzoq yo'l bo'lsa iloji yo'q. Lekin 3 kilometrgacha joyga ozgina sabr bilan, misol uchun 1 soatlik yo'l bo'lsa, 1,5 soat oldin ko'chaga chiqib yoki 2 soat oldin ko'chaga chiqib yo'lni to'xtab ketishni ko'proq maslahat beraman. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Janetta savol bergan ekan. Assalomu alaykum. 2 yosh 6 oylik farzandim va men poydevor kursida o'qidim. 0-3 yoshgacha ta'lim-tarbiyada qanday shug'ullanish kerakligini, hammasini juda yaxshi o'rgandik. Hattoki bolalarning emotsional intellekti qanday sog'lom bo'lishini o'rgandik. Endi farzandim 3 yoshga o'tsa, 3-6 yoshda Montessori boshqacharoq ekanligini va unda nimalar farq qilishini va tarbiyada nimalarga e'tibor berishimiz kerak va qanday chegaralar qo'yishimiz kerakligi haqida ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Va alaykum assalom. Bu bitta videoga sig'adigan javob emas va podkastlarni ko'rib yursangiz, biz bitta o'sha mavzularni ochib beramiz. Asosiy tamoyili o'zgarmaydi. Ya'ni Montessori 3-6 da boshqacharoq emas, balki bolaga yondashuv o'zgaradi. Oldin qila olmaydigan ishini endi qila oladigan bo'ladi va unga bo'lgan munosabatimiz o'zgaradi xolos. Va bolani tanasi, miyasini rivojlanishiga mos yondashuv qilamiz. Bu esa hech qachon o'zgarmagan. Hech qachon biz misol 3 oylik bolalarga qoshiqda ovqatlantirishni o'rgatmaymiz-ku. Bu 0-3 ishi. Lekin 3-6 da misol uchun umuman boshqa emas-da. 3-6 da ham o'zini imkoniyatlariga, o'zini ehtiyojlariga qarab javob qaytaramiz. Mana bu hech qachon o'zgarmaydigan narsa. Ya'ni Montessori tizimi avvalgi podkastimizda eshitgan bo'lsangiz, bolaga yordam bo'ladigan, hayotiga yordam bo'ladigan falsafa hisoblanadi. Shuning uchun ham to'liqligicha o'zgargan emas. Janetta yana bitta savol bergan ekan. Xo'p, ustoz, 2,5 yosh o'g'lim sochiga rezinka taqib qo'y deb taqib ko'rishni yoki meni kosmetikalarni surib ko'rishni odat qilgan. Unisi ham mayli, rezinka olib kelib sochimga taqib qo'ying deyapti. Shukrladi. Bu harakatlarga uyimizdagi erkaklar jahli chiqib ketyapti. Tabiiy. Va o'g'il bola unaqa qilmaydi kabi gaplar gapirishib, hamma narsani qilishiga ruxsat beraverma deyishyapti. Men qiziqyapsammi, taqib ko'rishga mayli deb sochiga taqib qo'ydim, lekin buni qiz bolaga taqiladi deb aytdim. Shu holatda qanaqa ish tutish kerak bo'ladi? Men ham siz qilgan ishni qilardim. Ya'ni qarang, dadangizda yo'q, bobongizda yo'q, amakizlarda yo'q. Erkaklar bu narsani qilmaydi. Bizda qizlar qiladi. Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, haqiqatda taqib qo'yaman deb aytsa bo'ladi. Bolada taqlid juda kuchli, bolada shunchalik juda kuchli. Hech qachon u dadasi qahramonida, hech qachon dadasini qilmaydigan ishini o'qigisi kelmaydi aslida. Chunki bola hech qachon na prinsip qilmaydi-da, kattalardan farqli ravishda. Lekin bola e'tiborni yaxshi ko'radigan odam. Shu orqali dadasini, amakisini, bobosini e'tiborini tortayotgan bo'lishi ham mumkin. Bu yaxshilab kuzatilib, keyin javob qaytariladigan savol. Lekin birinchi marta ko'rganda, birinchi marta vaziyatni eshitib tushuntirgan holatimda men siz qilgan ishingizni qilgan bo'lardim. Rahmat. Keyingi savolimiz biroz uzunroq ekan.
Ummu Nur savol berishgan ekan. Assalomu alaykum. 4,5 yosh o'g'lim haqoratli so'z bilan 1,5 yosh singlisini so'kadigan bo'lib opti. O'yinchoq talashib qolishganda so'kinadi. Jahli chiqib ketsa meni ham so'kadi. Singlisi ham akasini tinch o'ynab o'tirgan o'yinini buzib, o'yinchoqlarini olganda singlisini urishga ko'ngli bo'lmagandek ko'rinadi, lekin alamini so'kib chiqarib oladi. So'kmang, u yomon gap. Uni o'rniga mana bunday aldab chalg'itib qo'ysangiz, singlingiz aldanadi deb o'rgataman. Keyingi safar o'rgatganimdek qiladi, lekin ba'zida atay ko'zimga qarab turib so'kinadi. Qarindoshlarining yonida meni ham so'kishga uyalmaydi. Bir-ikki jahlim chiqib, onasiga shunday so'kinib tursa-ya degan vahima bilan yana so'kinsang tilingni kesib qo'yaman deb dag'dag'a qildim. Lekin baribir ishonmaydi unga. Bunday qilmasligimni bilgani uchun ham qo'rqmasligini his qilaman. Uyda dadasi bilan men ham unday so'zni gapirmaymiz. Umuman ishlatmaganmiz, lekin bobosidan eshitgan. Unda ham 2-3 marta, lekin 4 yil umuman u so'zni eshitmasa-da, atay jahlimiz chiqqanida ham haqoratli so'z ishlatmaslikka turmush o'rtog'im bilan harakat qilsak-da, bizga umuman yod bo'lgan so'z bilan 1-2 marta eshitishni o'zidayoq so'kinishni o'g'limiz o'zlashtirib olsa alam qilar ekan. O'g'lim har yomon odatni shunday tezda o'zlashtirib olaveradimi degan vahima ham uyg'otar ekan. Jahli chiqqanda haqorat qilishni o'rniga uni qanday qilib chiqarishni qanday o'rgata olaman 4,5 yoshli bolaga? Va alaykum assalom. Hozir bu yerda juda ko'p savol, juda ko'p to'g'rilanish kerak bo'lgan vaziyatlar ko'rinyapti. Birinchisi, oilaviy kelishishlar kerak. Kattalar bilan ham imkon qadar o'sha bobolariga gap o'tadigan odam orqalimi, bolani oldida qaytib boshqa bunaqa qilmasliklarini va to'liqligicha bu so'zlarni leksikondan olib tashlash kerakligini, so'z lug'atidan bolani oldida umuman ishlatmaslikni kelishib olish kerak bo'ladi. Birinchi qilinadigan shu. Keyin o'zingiz ham tushunib turganingizdek, o'sha vaziyatda nima deyish mumkin, nima qilish mumkin, doimiy aytilaveradi. Ya'ni jahlingiz chiqayotganini ko'ryapman. Men jahlim chiqyapti desangiz bo'ladi. Men yer tepyapsiz misol uchun. Yer tepsangiz bo'ladi bemalol. Jahlingiz chiqyapti, ko'ryapman. Ukangizga biror narsangiz bergingiz kelmayapti misol uchun. O'yinchog'ingiz. Menga yugurib kelib, "Oyi, bergim kelmayapti, lekin olib qo'yyapti" desangiz bo'ladi. Men sizni himoya qilib olaman. Men ukangizga berib qo'ymayman narsangizni. Olib bermayman narsangizni deb aytishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari to'lqinli reaksiyani to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qancha ko'p jo'shsangiz, bundan bola shuncha ko'p e'tibor oladi va zararga ishlab qolishi mumkin. Shuning uchun nimaga nima so'z anglatar ekanki, onam bu darajada jahli chiqyapti, otam o'zidan ketib qolyapti. Nima ekan bu deb qiziqaveradi va ko'proq ishlatib ko'raveradi, chunki bola tilni o'rganyapti. Hali til to'liqligicha u tilni mohiri emas va eng avvalo tushunishlar kerak. Bola so'kinayotgan bo'lsa ham, lekin bola ma'nosini tushungani yo'q. Bola siz bilan men beradigan ma'noni bu so'zga bermaydi. Bu siz to'g'ri o'ylab turganingiz kabi, o'sha jahli chiqayotganda, yoqmay turgan narsa bo'layotganda, o'shani aytish, chiqarish formasi, shakli sifatida qabul qilgan. Lekin uni asl ma'nosi haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Va buni tushuntirish ham shart emas o'zi. Va o'rnini almashtirib tashlash kerak to'g'riligicha. Madaniy va to'g'ri deb hisoblagan yo'llaring bilan. Endi bu keyingi masala bo'ldi. Qarindoshlarning oldida ham siz so'kishini sababi o'sha reaksiyalar va keyingisi dag'dag'a qilish bo'yicha 6 yoshgacha bo'lgan bolalar hazil qabul qilmaydi va umuman yolg'on gapirish mumkin emas. Bu bolalarga hazil sarkazm sifatida hazil, yolg'on bilan hazil mumkin emas va siz aytyapsiz-ku, hech qachon qilmasligimni biladi deb. Agar qilmaydigan bo'lsangiz, qila olmaydigan bo'lsangiz, u gapni aytmasligingiz kerak. Ya'ni men yana so'kinsang tilingni kesib olaman degan gapni aytgan zahotingiz bola o'sha narsani tasavvur qilganiga ishonaman. Ya'ni yana so'ksang tilingni kesib qo'yaman degan paytingizda bola o'sha narsani tasavvur qilganiga ishonaman. Agar qo'lingizdan kelmasa, ya'ni kesib ola olmasangiz, bu gapni aytishingiz kerak emas. Juda ko'p holatlarda ota-onalar mana shunaqa psixologik qo'rquv yo'li bilan bolalarni boshqarmoqchi bo'ladi.
bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Va men ham tasavvur qilyapman bolani tilini chiqarib turib pichoq bilan yoki qaychi bilan kesib turayotganingizni. O'zingiz ham tasavvur qilib ko'ring birinchi. Bu nima bo'lishi mumkin? Mening fikrimcha, menimcha bu videoni ko'rayotganlar, meni kanalimda borlar yoki Namunani kanalida borlar, ota-onalik tarbiya uslubida ongli ota-onalikni tanlagan odamlar. Va men sizni ham shunaqa odamlardan bittasi deb hisoblayman. Va keling, siz bilan bitta narsaga kelishib olamiz. Bugundan boshlab, shu videoni ko'rganingizdan boshlab, boshqa bunaqa narsa bo'lmasin. Sizni bolangiz haqiqatda shu narsa bo'lishi mumkin deb qabul qiladi. Siz unaqa deb hisoblamaгаningiz bilan. Siz aytganingiz qilmasligining sababi bunaqa gaplar ko'p bo'lgan va bu narsa hech qanaqa kuchga ega emasligi uchun. Lekin tasavvur qilib bo'lgan. Rostdan ham ko'rgan bo'ladi deb o'ylaydi. Shuning uchun yo'q. Endi sizda vahima bo'lyapti, yomon odatni tezroq o'zlashtiradimi deb. Ha, ya'ni inson shunaqaki, u yomon odatni olishi oson, yaxshi odatni olishi qiyinroq, ko'proq zahmat, ko'proq mehnat talab qiladigan ish bo'ladi. Bu kattalarning orasida ham shu. Sigaret chekishni o'rganish bemalol 3 kun 1 hafta. Uni tashlash uchun odamlar yillab harakat qiladi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. To'g'rilash uchun sabrliroq bo'lishingiz kerak. O'zingizni bosishga harakat qilishingiz kerak endi. Sizni chaqalog'ingiz ham bor ekan, 1,5 yosh. Yana bitta narsa, oilada dadasi, siz, u o'tirgan holatda gaplashib, oilada bir-biringizga hurmat bilan munosabatda bo'lishinglar haqida bitta gaplashib olib, ayni o'sha qoidani kiritsanglar bo'ladi. Oilada qoidalar degan narsa bor. O'sha qoidalarga hamma amal qilish kerak. Shulardan bittasi biz hammamiz bir-birimizga xushmuomala bo'lamiz degan qoida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari nima qilsangiz bo'ladi yana? Bu yerda xuddi bola e'tiboringiz uchun harakat qilayotganda ham tuyulyapti ozgina. Buni to'g'rilash uchun biz sifatli vaqt o'tkazishni tavsiya qilamiz. Agar savolingizga to'liq javob bera olmagan bo'lsam, yana izohda yana yozing, yana javob berishga harakat qilaman. Savol-javobga ajratilgan vaqtimiz tugadi. Agar savolinglar bo'lsa, shu videoni ostida izohlarda qoldirishinglar mumkin yoki meni shaxsiy blogimga o'tib, Telegramdagi kanalimiz, o'sha yerda har doim podkastlarni tashlashimizdan oldin savollar uchun post qilamiz. O'sha yerga qoldirishlaring mumkin va imkon qadar hamma savollarga javob berishga harakat qilaman. Endi Nurulloh tomonidan tayyorlangan blitz savollarga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, Muhammad Rasul aka, 10 ta savol, har biriga maksimal 10 sekund vaqt beraman. Xo'p, ketdi. Jazo yoki mukofot qaysi birini umuman ishlatmaslik kerak? Ikkalasini ham. Plasmassa o'yinchoqlarmi yoki tabiat inomlari, yog'och, suv, toshlar? Yog'och, suv, toshlar. Bola zerikdim desa, pedagog nima qiladi? Hech narsa, bolani zerikishga haqqi bor. Biz bolani bu yoqda zerikmasligiga, ya'ni ko'ngilochar mashg'ulotlar bilan shug'ullanishini majburlamaymiz. Agar bola xohlamasa, hech narsa xohlamasa, shunchaki o'tirib dam olib boshqalarning nima ish qilayotganini ko'rishi, zerikishi mumkin. Bilinglarki, nima uchun zerikish mumkin deyapman? Zerikish o'zi foydali mashg'ulot turi hisoblanadi. Bola zerikkanda miyasi yaxshiroq ishlaydi, tasavvur, yangi narsalarni o'ylab topish yaxshiroq rivojlanadi. Shuning uchun ham zerikib turinglar, o'zingizlar ham va bolalarni ham zerikishga qo'yib beringlar. Bu blitz savolni yutqizdingiz lekin. Keyingi. Xo'p, Montessori uyi uchun sotib olinadigan eng birinchi va muhim buyum. Bolaning yoshiga qarab har xil narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar bola 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oyli bo'lsa, mobil yordam beradi. Kattaroq yuradigan bola bo'lsa, unga yordamchi me'yori bo'lsa kerak menimcha. Erta rivojlanish va Montessori o'rtasida farq bormi? Ha, bor. Erta rivojlanish maksimal hamma bolani ko'zi sifatida ko'radi va unga hamma narsani imkon qadar vaqtliroq berishni taklif qiladi. Montessori hamma narsani o'z vaqti bor deb hisoblaydi va bola potensialini maksimal ochsin, o'z vaqtida ochsin deb hisoblaydi. Misol uchun, Montessorida 3,5 yoshda biz harflarni o'rgatish boshlasak ham, lekin bola kechroq olishi yoki vaqtliroq olishi mumkin. Erta rivojlanishda bola 1,5-2 yoshdan bemalol harflarni o'rgatish mumkin bo'ladi. Maria Montessorining tizimida bo'lsa, bolani
ehtiyojlari, uni rivojlanish darajasiga qarab bu narsa hal qilinadi. Bolani yig'ishtirishga majburlashmi yoki o'ziga qo'yib berish? O'ziga qo'yib berish, o'zi yig'ishtirishiga majbur, o'zi yig'ishtirishiga qo'yib berish. Sizningcha boladan ko'proq narsa o'rganamizmi yoki bola bizdan ko'proq o'rganadimi? Biz boladan ko'proq narsa o'rganamiz. Mariya Montessori bilan ko'rishib qolganingizda unga aytadigan birinchi gapingiz? Rahmat. Ota-onalarga beradigan eng sodda va universal maslahat. Kuzating bolani. O'shanda hammasi ko'rinadi, nima qilish kerak bo'lgan. Bola yig'laganda bag'riga bosishmi yoki o'zini bosib olishini kutish? Bola nimani xohlasa o'shani qilish. Ya'ni bag'riga bosish xohlasa, boladan so'raladi. Men sizni quchoqlab qo'ysam maylimi deyiladi. Agar bola rozi bo'lsa bag'riga bosish, rozi bo'lmasa tek qo'yish. Ya'ni shunaqa bolalar bor, yoqtirmaydi taktil hislarni. Rahmat. Shu bilan blitz savollarimizni yakunladik. Sizga ham rahmat Nurulloh. Oxirigacha, videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Boshqalar bilan ulashing. Ko'proq odam eshitsin va sizlardan iltimos qilaman, agar mabodo savollaring bo'lsa yoki keyingi podkastimizning mavzusi nima bo'lishini xohlasanglar, mana shu videoning tagida izohlarda yozib qoldiringlar. Hamma kommentlarni ko'rib, o'qib, ularga javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.